ta'bud robbaka hatta ya'tikal yaqin. To o'lim kelgungacha Robbingga ibodat qil. Ana shu haqiqat. Va mana bu g'ariblar insonlarning nazdida, ba'zi bir fosiqlarning nazdida, endi xor bo'ldi, ana endi aqlini kirgizib qo'ydik, joyiga solib qo'ydik deyilsa-da, insonlarning ko'zi bilan ko'rilsa, lekin u aziz. Robbisi bilan o'zi aziz. Ba'zi odamlar bilan qasma-qasga ham ishlarni qiladi-da, keyin o'ylaydiki, men uni yutib qo'ydim deb o'ylaydi. Aslida unga bu narsaning qizig'i yo'q, tortishlikni. Shuning uchun lillah odam yutqizmaydi. Lillah odam charchamaydi. Va lillah odamning ishi abadiy qoladi. Chunki nima hamma narsa halok bo'ladi, nima qoladi? Allohning yuzi qoladi. Va Allohning yuzi uchun qilingan amal ham qoladi. Alloh taologa tavakkur bo'lganlik uchun. Shuning uchun kalarim lillah. Shu narsani o'rganinglar. Lillah degan narsani qattiq o'rganinglar. Riyodan qochinglar. Albatta sizlar bir mashhur odam bo'lishinglar, misolda bu narsaga intilmanglar. Shart emas bu, hamma tanishligi shart emas. Ishlarni qilinglar, hech kim bilmasin. Bir zo'r katta ishlarga sababchi bo'linglar, hech kim bilmasin. Shunaqa odamga aylaninglar. Hech kim ko'rmasin, nima qilganingizni bilmasin odamlar. Amalingiz umuman ko'rinmasin. Illo siz farz amallarda, zohiriy amallarda ko'rsin odamlar. Qolgan amallarni ko'rmasin hech kim. Ko'rmasin. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam bashorat bergan, din g'arib bo'lib boshlandi, g'ariblikka qaytaradi. G'arib bo'lib boshlanganda Makka da va yana